Diqqat, xushxabar. O'zbekistonda pensiyalar yana oshirilishi e'lon qilindi. Fuqarolar kech bo'lmasdan tezda boxabar bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Mazkur hujjatda kelgusi yildan ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag' xizmatlar narxlarining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda mamlakatda inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra, davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1.69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa, 832 milliard so'mni tashkil etadi. Jami ish haqqi, ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026-yilda 172.8 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat budjeti xarajatlarining 42.9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda stipendiyalar uchun 2.2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun 14 trillion so'mdan ortiq mablag' yo'naltiriladi. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalar kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda davlat ijtimoiy xarajatlarni oshirish orqali aholi daromadlarini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda, deyiladi xabarda. Azizlar, so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.